Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimizda sulfat kislota haqida umumiy ma'lumotlar bilan tanishamiz. Bugungi darsimizga reja tuzib oladigan bo'lsak, sulfat kislota haqida umumiy ta'rif, kimyoviy formulasi va molekulyar tuzilishi, jismoniy xossalari, rang, hid, zichlik, erish nuqtasi. Sulfat kislota haqida umumiy ta'rif. Sulfat kislota umumiy formulasi H2SO4 hisoblanadi. Kuchli mineral, rangsiz, yog'simon suyuqlik. Molekulyar massasi 98,8 gram taqsim molga tengdir. Konsentrlangan 98% mahsulot zichligi -1,84 gram taqsim metr kubga teng. Erish nuqtasi 10,31 gradusga teng. Qaynovi 337 gradus. Parchalanuvchi hisoblanadi. Dioprotik kislota birinchi dissotsiya pK -3 ga, ikkinchi pK qiymati esa -1,99. Asosiy ishlab chiqarish usuli kontakt jarayoni, ya'ni reaksiyalarni ketma-ketlikda borishi. Bunda oltin gugurt 4 oksididan oltin gugurt 6 oksid olinadi. Oltin gugurt 6 oksididan esa sulfat kislota olinadi va vanadiy oksidi katalizatori ishlatiladi. Bu esa reaksiyalarning tezlashuvini tezlashtiradi. Kimyoviy formulasi moddaning atomlar sonini va turlarini ko'rsatadi. Suv, karbonat angidrid, glyukoza. Molekulyar formulalar moddaning aniq atom hisobini beradi. Empirik formula eng kichik butun son nisbatini bildiradi. Strukturaviy formulalarni bog'lanish tartibi va o'zaro joylashuvini aks ettiradi. Molyar massa suvda 18,15 gram ko'paygan mol -1 darajasida. Karbonat angidrid gazi esa 44,1 gram ko'paygan mol -1 darajasida. Glyukozaning og'irligi esa, ya'ni molyar massasi 180,16 gram ko'paygan mol darajada. Geometrik tuzilishi. Karbonat angidrid gazi chiziqli ko'rinishda, ya'ni 180 gradusli ko'rinishda bo'ladi. Suv burchakli 104,5 gradusli. Metan gaziniki esa tetraedrik, ya'ni 109,5 gradusda bo'ladi. Rang, moddalar, tashqi ko'rinishi, turlari rangsiz, oq, sarg'ish, qizil, ko'k, yashil, qora. Hidlari esa molekulalar ta'siri, turlari yoqimli, yoqimsiz, bezovta qiluvchi, kuchi zaif, o'rtacha, kuchli. Zichlik holati esa, ya'ni birliklari zichlik holatiniki massa taqsim hajmga tengdir. Birliklari gram taqsim santimetr kub, kilogram taqsim metr kub. Suv 1 gram, suvnikini hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni 1 gram taqsim santimetr kub suvda suv 1000 kilogram metr kubga teng bo'ladi. Erish nuqtasi qattiqdan suyuq holatga o'tish harorati birlik gradus. Suv 0 gradus, mis 1083 gradusda bo'ladi. Kimyoviy xossalari va reaksiyalari. Kimyoviy xossalari: atom raqami, valentlik, elektron konfiguratsiya, ionlanish energiyasi, elektron affiniti, elektrominlik qiymatlari, kristal tuzilma, qaynash va erish nuqtalari, zichlik, reaksion tezlik, entalpiya o'zgarishi, entropiya, Gibbs erkin energiyasi. Reaksiyalar: oksidlanish, qaytarilish, kislota ashyo almashinuvi, kovalent bog'lanish sintezi, parchalanish, polimerlanish. Katalizator ta'siri: tenglama muvozanati, ya'ni K qiymati, tezlik tenglamasi, aktivatsiya energiyasi, temperatura va konsentratsiya ta'siri. Reaksiya jarayoni: oltin gugurt 4 oksidlanishi oltin gugurt 6 oksidiga, katalizator vanadiy 5 oksidi yoki platina
ish harorati esa 400-450 gradusda, bosim 1-2 atom, aylanish samaradorligi 95-99%, oltin gugurt olti oksidi olyumga yoki 98% sulfat kislotaga yutiladi. Sanoatda yuqori konsentratsiya va samaradorlik lead chamber jarayoni 1746-yilda Johann Roybuk tomonidan ixtiro qilingan. Azot 2 oksid, azot 4 oksid katalizatori, ish harorati 40-60 gradus, qo'rg'oshin qoplangan kameralar, hosil bo'lgan sulfat kislota konsentratsiyasi 35-78%, past samaradorlik, arzon va tarixiy usul. Azot molekulyar holatida sanoatda o'g'itlar va neftni qayta ishlashda qo'llaniladi. H1 bosh jarayoni orqali yiliga 150 million tonna ammiak, ya'ni NH3 ishlab chiqariladi. Ammiak asosida turli mineral o'g'itlar tayyorlanadi. Ammoniy nitrat kabilarni misol qilib keltirish mumkin. Ular global o'g'it iste'molining 80%ni azot ta'minlaydi. Neftni qayta ishlashda molekulyar azot molekulasi inert gaz sifatida bosim nazorati va quvurlarni himoyalashda ishlatiladi. Laboratoriya va sanoatda ishlanmalarida sulfat kislotaning qo'llanilishi. Oltin gugurt olti oksidini gidratlash, ya'ni sulfat kislota olish. Yutirish minorasida oltin gugurt olti oksididan sulfat kislota olinadi. Buning uchun oltin gugurt olti oksidini suv bilan reaksiyaga kiritish kerak. Laboratoriya va sanoat ishlanmalarida qo'llanilishi. Laboratoriyada hajmi 1 dan 1000 ml, namunaviy massasi 0,1 dan 1000 mg gacha, harorat oralig'i esa -196 gradusdan 1000 gradusgacha, bosim 10⁻³ dan 100 megapaskal, aniqlik nuqtasi esa 0,1 dan 1% Pilot ishlab chiqarish hajmi 1 dan 100 metr kubgacha. Sanoat miqyosida 10 darajasi 3 dan 10 darajasi 6 gacha tonna bo'ladi. Samaradorlik 70-95%. Energiya sarfi 0,1 dan 10 kilovatt taqsim kilogramm. Chiqindi 0,1% dan 5%. Og'irlik sifati nazorati 3 dan 10 parametr. Aylanish vaqti 1 dan 24 soat. Avtomatlashish darajasi 50-100%. Metallarga korroziya. Metallar va qotishmalarning kimyoviy va elektrokimyoviy reaksiyalari natijasida yuzaga keluvchi degradatsiya jarayonidir. Asosiy omillar kislorod, namlik, elektrolitlar, bunga natriy xlorni misol qilish mumkin. Keyin esa kislotalar, asoslar, korroziya mikrostrukturasi. Turlari bir xil korroziya. Bunda bularni oldini olish qoplamalar, katodik himoya, ingibitor qotishmalar jahon miqyosida korroziya xarajatlari yalpi ichki mahsulotining 3-4%ni tashkil etadi. Sulfat kislotaning umumiy va qisqacha ta'rifi. Sulfat kislota juda kuchli kislota bo'lib, u ikki negizli kislotalar safiga kiradi. U juda ham kuydiruvchi kislota, sanoatda juda ko'p qo'llaniladi. Ishlatilishi esa o'g'itlar, akkumulyator, neftni tozalash va kimyo mahsulotlarida ishlatiladi. Kislotalar bilan foydalanilayotganda doimo ehtiyotkor bo'lish lozim. Bugungi darsimizga yakun yasab, hammangizga rahmat.